Bugun sizlar bilan miyasasi gribami taomini birgalikda tayyorlaymiz. Buning uchun go'shtni yumshoq joyini olamiz. Videoda ko'rsatilgandek parray qilib to'g'rab, tovamizga ozgincha o'simlik yog'idan solib, sifatli agrobravo sariyog'lardan solamiz va yaxshilab eritib olamiz. Go'shtimizni solib, tillarang bo'lguncha qovuramiz. Va go'shtimiz tayyor bo'lgancha piyozlarni ham to'g'rab, go'shtimiz bilan birgalikda yaxshilab qovuramiz. Taomimizga tuz, murch, paprikani solib yaxshilab aralashtiramiz. Qo'ziqorinlarimizni to'g'raymiz. Qovuriladigan mahsulotlarimiz bilan birgalikda yaxshilab qovurib, aralashtirib olamiz. Va albatta agrobravoning sifatli qaymog'idan 2 qoshiq solib, 1 qoshiq smetanasidan solib, yaxshilab aralashtiramiz. Bu taomimizga o'zingiz tabingizga qarab, mozzarellasining xohlagan turidan foydalanishingiz mumkin. Taomimiz tayyor. Ibrohim shef agrobravoni tanlaydi va sizlarga ham taklif qiladi. Agrobravo siz va oilangiz uchun eng yaxshi tanlov.